Hamidaxonni rosa urushardim. Men nimaga yozasan bolamni? Qarigan dedi, o'shgan borib ana qilib yuraman. O'zimni to'g'ri yo'lim zo'rg'a yuraman desam, qo'shib qo'yaray, keyin menga rahmat aytasiz dedi. Rahmatingni ham qo'y deb ana qildim. Lekin yozilgandan keyin dori borib berdi. Dorisini ichdim. Qulog'im shang'illadi, to'xtab qoldi. Lekin bolishda jo'n yotmas edim. Bolishda jo'n bemalol uxlayapman. Hamidaxonga rahmat aytyapman, orqadan so'kib. Davlenam ko'tarilmay qoldi. U qo'shni chiqardi, o'lchagan, bu qo'shni chiqardi, o'lchagan. Qo'shnilarim patilaxonaga nima bo'ldi? Davleni o'lchatirmay qoldimi deyishyapti. Allohga shukr, inqallar shukr, davlenam ham narmanib. Yostiq ham bemalol yotyapman, Allohga shukr. Hamidaxon sizni yozib qo'yib qancha oylik oldingiz ana? Bugun qancha oldingiz? 3100. 3100 oylik oldim. Bitta shokolad oldim. Qolgani cho'ntagimda. Hozir nimada Rossiyadan kelgan qizim qariganda endi siz o'shga borib, shu yoshingizda yuratdim, o'sh qo'y bola olaychi dedim. Hozirlar yana tilpon qildi. Nima qilyapti? Olmadim, o'chirib qo'ydim. Sizga yoqdimi? Yoqdimi bu joy? Yoqdimi sizga? Ha, menga rosa yoqdi. Dorilar ham yoqdi. Bemalol bolishda yotdim. Xotiram ham yaxshi tikalanib qoldi. Mayrudi, mashhurudi o'ylanaverardim. O'yimga yetmay ontam tushardim. O'ylanmay qo'ydim men. Allohga ming qadar shukr. Shu yerlarga 80ga kirganimda yetkizganiga shukr. Sizlarga hamroh bo'lganimga shukr. Ming qadar shukr. 80 yoshda shu keladi moda. Mana